船要作怪，人鬼不分深夜愁，得饮就是千饮酒，得风流是解风流。保长，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长。想笑却哭，想哭却笑。保长，好人难当，好人难当。保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生公路后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流。乱世幕布一时秋，恨是江山天不由。李老师，заказ xat. Mana. Dada, zakaz xat ketdi. Zakaz xat ketdimi? Voy, dada. Ta'tir tutding. Xat bo'lmaydigan hollarga nima qarab ketdilar? Elibning sonig'ini bilmay turib, qo'lga ilvog'ini texi. Men bilmayman. Sizni bilamsizlar. Amsa o'qib beqinglar. Menmi bilmayman. Biroq Wang Cho'qirga o'qitishni bilmanda. Sana rast gapni qilay. Men Yapon qarshi urushda yaralanib kelgandan keyin Jang hokim menga elchi kirgizibdi. Elchining deyishicha, Yapon bosqinchilari qarshi urush qahramonlarining zafar quchib qaytib kelganligini tabriklash yig'inida Jang hokimning qizi meni ko'rib qilib yoqtirib qopti ekan. Men Jang Jinfeng bilan to'y qilib amdili 5 oy bo'lganda u tug'ib qo'ydi. U bovoq uning navra akisiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Uning ustiga go'mishdigina. Undaqda u bola hozir necha yoshga kirdi? Ha? O'lib ketdi. Ha? Cho'qir. Askarlikka tutilganlarning bir soni kam. Seningcha bu sonni qanday to'ldirsak bo'la? O'zlari qanday to'ldiramiz desizlar, men buyruqlarga bo'ysanaman. Jang Gofuning o'g'li Jang Daguyni tutib kel. Jang Daguy degan yolg'iz bola, belgilim bo'yicha askarlik tutishga bo'lmaydi. Bizning ular bilan korimiz yo'q. Men odam avatman, darhol tutib kelinglar. Undaqda men Jang Daguyni tutib kelsam, mening vazifam urlangan bo'lamda. Davomli tutsan, qancha jiq tutsang shuncha yaxshi tushundingmi? Sizlar nega bordilar? Men Yuzvanning xotinini yo'qlab kelay. Daqlat. Dumjak. Ajab qo'rqitib etdilar meni. Men tamak chekay degan edim. Nanqepe. Kashkicha paydovoy edilar. Timiz qilib yuraysan-ku sen. Jang Daguy, seni tabriklaymiz. Tabriklikdak nima ish bo'pti? Ajab bilmaydi ekanman-a? Chaqiriq binoan harbiy xizmat kirdim. Xatolashib qoldinglarmi nima? Men degan yolg'iz bola. Askarlikka tutishga bo'lmaydi. Hozir degan davlat qiyinchilik qilgan payt yolg'iz bola o'zib o'xshatibsizlar. Sizlar nima qilmoqchi? Sizlar qonun deganni bilamsizlar yo'q. Hay, Wang begim. Wang Tutun begi. Maslahat ish bo'ldilarmi? Maslahat ish bo'ldi. Bo'ladi. Hammani topshiray. Ma'qul. Yura. Wang begim. Bu xatni bir o'qib degan bo'sdilar. Yana bir parcha qog'oz bor ekan. Akram. Ha, meni yanchig'imdan tushib qolibdi emasmi?
Vang begim, bu qatman. Hey, şu emasmi? Buni yanchig'imdan tushib qolgan, endi qilib turmanda. Ya, qarab, bu makoniyatlar ichidan chiqdi. Voy voy. Ishonmasanglar, ko'rpinglar mana. Ustida yozilib turmam deydilar. Qani? Qani, Mana Wang Begim deb. Wang Yovzuga tegidi. Qandaq? O'qpa berma. Vang begim, unda qilmislar. Ayolmaysa, tez choydamlar. Bo'la. Unda qilmislar. Besla, Vang begim, O'q baslar. choy ichsizlar. Qani. Hürmetlik dada apa. Cho'ng o'g'ildan kelgan xatga. 3-yanga cho'ng akamdan xat kelibdi. Men ketib, sizlarga bir paç xat yozamadim. Hozir Chengduda Navri akamning tuvanida fugarlik xizmati o'tyapti. Men deb yozibdi. O'g'limiz boshqa bo'pti. Qani. Wang Tutunbegi, bu Fugan degan qanchalik amal bo'lib ketdi? Haqiqiy amal emas, lekin askarlardan sal ustun turdi shu. Rahat yashab yetibdi-da. Bo'ldi. Davomini o'qislar. Sizlarga oz bo'lsa-mu, ozroq. Nima aytibdi? Nima aytibdi? Undaqa emasga, undaqa emasga. Xato o'qibdiman. Men sizlarga 2000 kumush tanga avatammidim deb yozibdi. Nemdigini bu? Vang begim, evet emidim degan nim degan gap. Avatammidim degani pulim yo'q degani bo'lmamdi. Nim degani bo'laddi. Voy voy. Pul avatmagandan keyin xat yozib nima qiladigan? Quruq gap tutdi, bakadim baka. Quruq gap Vang begim, Davomini o'qislar. o'qislar. Men hozir ig'ir kasal bo'lib qoldim. cho'ng akam og'rib qopti. Urun tutib yetib qoldim. Dada, apa, sizlar tezdan 2000 koy avat bergan bo'lsanglar, yo'l xiroj qilib uyga qaytib olgan bo'lsam, kuyimsiz o'g'linglar Liyan Foden deb yozibdi. Biz yeni pul evatam deganmiz. Voy. Bu cho'ng o'g'ildan xat kelsa, yaxshi ish yo'qligini bilatdim. Dadisi, sil hech qanday qilsaq bo'lar. Bu xotin ne ketgandi? Odamni baribir akib olmasak bo'lmaydi-ku. Shundaq. Hay, xotin, sizlarga yangi sholdin yana 2 dan setinglar. Voy. Nima deyaptilar? Yeni shalni bahosiga chiqarib sotqili bo'lmaydi. Uni setib etsak, kelar yili seriqtal vaqtida shabalyandiq dadisi. Ha. Apa, cho'ng akam kelaman degan tursa. Shundaqmi? Hay, menga buningdan boshqa yana nima amal bor? Dada. Ha. Qarz bergan puldan azroq yig'ib kelmandilar. Bayil dedim-ku, qarzga berayotgan pul suv yuzidagi oy, ko'gini bo'ladi, tutqili bo'lmaydi. Men texe uni o'zimni ilishni kutyapman. Endi qandoq qilamiz dadisi? Qandoq qilamiz deysiz-ku? Men qandoq qila oldim? Qalqib ketdim. Vang begim, o'zlari bizga ozroq pul berib tursilar. Vang begim, uyimizdagi ishlarning hammasini o'zlari ko'ryaptilar mana. Sizlar mendan pul qarz olmoqchi, shundaqmi? Shundaqmi? Shunda. Maqlamsa. Men o'g'linglarga 2000 koy avat beray. Hey, sizlar yana переводчики setib olmoqchi-ku. Sizlar yana xat yozib sizlar shundaq-ku, lepatning ustiga. To'g'ri. Bularning hammasini sizlarga
qilib beraman. O'zlariga rahmat. O'zlariga rahmat. Hechqisi yo'q. Hechqisi yo'q. Ay oxirida menga 4000 qo'y qaytirsanglar. Bo'ldi. Nima? 4000 koy? Vang tutunbegi. Sizlar bir dumlaplı payda almoqchi bo'lyaptidlar-ku deyman, ha? Hey, Van begim, bir necha kunga shuncha ko'p o'sim olamdilar. Voy, yavmey. Hozir malbaz shundoq yuqori, bilamsizlar. Naylik baho komiteti og'izni ochsalar, hatsilab o'sir ekan. Pulni o'yga qo'yib qo'ysak, bir kundalar kurs tushib ketyapsa, bunda ahvolda o'sim olmay mumkinmi? Vang tutunbegi, üsümünü asılımı. Bundaq köp almışlar. Qarabroq asla. Bek köp bo'p ketsin bo'lmas. Tushunmaysiz. Sodada putishamaganim bilan xili vafodiraman. Juronglar. Yezig boraylik. Hey, qandoq qilsak? Tutunbegi. O'ltirsizlar. Qandoq Maslahatlashib qilsak bir ish qilaylik. Maslahatlashibroq bir ish qilaylik, o'ltirsizlar. O'ltirsizlar. Maslahatlashaylik deganni. Nimani maslahatlashidi? Mening yaxshi ko'nglimni hech kim tushunmaydi ekan emasmi? Dada! Hey, dadisi. Esta! Ma'qul. Beray. Diqqat! Olga qara. Diqqat! Olga burul. Qadamlab marş. Savaza, yaxshimikan qara? Tajan. Bu yerda lo atraf boshlig'ining yezpagan xati bor. Tanaqchikmi? Tajan. Hey, qalay gap qilma. Men Tayjon. Hay. Mana Tajan bo'lsa emasmi? Ha, taqlama. Bilma, sen qo'shamat qilib shunday qilyapsan. Hey, biroq bunday gapni anglasa odamlar xili ko'ngli qo'shib qoladi ekan. Ha, shu-da. Buni Lotixan tanishtiribdi-da. Qo'ton, obdan o'ynab oldigan bo'ldim. Jiqpallar borkan. Ma. Hey, pulni to'liq olib keldinglarmi? Pulni chiqar. Hocam, kaç pul topşırma? 4000 koy. Oy. Azırak düşürüp hemen dua. Voy. Bektirilgan baho bu. Ma'qul. Bütün pul paç pul bulup cemi 4000 koy. Sanap baksla. Ha, kela. Jadvalni toshqizib tayli. İsming nima? Liyan shu. Liyan shu. Qancha yosh? 28 yosh. 28 yosh? Ha, o nadimi 28 yosh kirganda ko'rindi. 38 yosh kirganda turdi. Bundaq bo'lsin. 28 ning yerimini qisqartirib o'tayli. Ha? 14 yosh bo'lsin. 14. Ha. Bo'ldi. Oyoq berib, kiyininglar. Ha. Vay tutunbegi 4000 koy kalkan bu kim bekli küçük kol. Onun boyu doğru kelgan kiyini nereden topamiz? Tizilinglar. Hey, Liyan shu, qatarib kel. Hey, doktor Tanjan. Uni Sanvazi deb chaqiram. Sanvazi? Hey, Sanvazi! Qatarib kel. Hey, sen qatarib kir deyotdi menga. Oyoq berib tur. Tustur. Rahat. Qat. O'ngga burul. Qadamlab, marsh. Hey, Hüseyin yenge. Bugün öz gözünüz bilen gördünüz. Bu 4000 koyunu ben tutup mu bakmadım. Ben bir kere yardım kavattım ben cuma. Rahmet. Sizlarga ko'p rahmat. Hüseyin yenge. Bu butunlay sizden yüzünüzde buluvatkan işler. Mening yuzimni deb
Ne deganlari bu? Ha, şu yüzünüzün dep deginem. Van begim. Gel aşağı. Ha? Siz yanıla Örvazda bir mezgil bir yak evetesiniz yaxşı boladı cuma. Bulmasa çatak çıktı. Vay voy. Onun hagimi evet hemen. Hoşnun ailəgi berip uşaq ticaret kısı bulmadı mı? Asker tutuşamın ötkez hadi kemen de. Neşe ammığın, ha? Qalayınqan xəşlimə. To'xta! Men erim Jangdaguy bilan ko'rishman. Yuqoridan farmon bor, askarlik tutilganlar hech kim bilan ko'rishib bo'lmaydi. Bugun onun bilan ko'rishmay qo'ymayman. O'lgin keldi bu seni. Shuanbegim. Ha? Kim? Shuanbegim. Ha, Cangofu. Pulning üsümini tapşırıqını keldin mi? Daha oğlum Jangdaguyni askarlik tutib ketdi. Vay voy. Senin oğlun degen yalğız balı tursa. Neymiş tutqandı? Şuna. Sizlar bir Wang Tutunbegiga degan bo'lsalar, o'g'limni baldurroq qo'yib bergan bo'lsa, qaytib kelsa, sizlarning yerlarini terib beradi. Cangofu. Bundaq ishni qilish uchun pul xashlaydigan gap. To'g'ri. Lebegim. Men uyimdagi butun besotimni setib, mana 3000 ko'y jamladim. O'zlarim mushu pulni Wang Tutunbegiga berib, o'g'limni tezroq chiqarib bergan bo'lsalar. Ha, bo'ladi. Ha? Cangofu. Xotirjam bo'g'in, ha? Ma'qul, rahmat. Ha. Pekir. Öy içimden tatkan ziyanni sırttan toldurib aldıgan bo'ldi. Qo'sig'im bek ichib ketdi. Taxtiravanning pulini berdingmi? Beray. Mana, ala. Kümüşten gidin yen birini be. 50 çakırım yol az yol emas. Yezna. Ha, xalq köpere g'amxo'rlik qilinglar. Puhralarning kuni taslishib ketdi. Amaldarlar puhralarning holiga yetamasa, uyga qaytib dufu satsa bo'ladi shu. Dada, Ha? tatliq yan yo'sasin. İkisi birga. Ala. Rahmat. To'xta. Bu qapshirak, to'xta deysan ku. Kimni da'vatsan? Yurtdoshlar, biz Lutexan, Lu atrat boshlig'i Van Yozu, Van Tutunbegilar bilan ko'rishmoqchi. Uningga deb bera. Biz Lu atrat boshlig'i Wang Tutunbegining buyrug'iga binoan askarlikka tutqanlarni qamab qo'ygan mezgilda hech qanday odamni ish bajarish o'rniga kirgizmaymiz. Itib tashlayman bika. Buning kimligini bilamsan? Ay, Nay hakim bo'lsin bo'lmaydi. O'lgin katta sening. hey, adabsizlik qilma. Sizlar xizmatinglarga bak sodiq ekansizlar. Men har biringlarni bir tangi bilan mukofotlayman. Elanglar. Endi kirsak bo'l, ha? Yana bo'lmaydi. Amsa mundaq bo'lsin. İnellerim. Xafa olmay Lu atrat boshlig'iga deb qo'ysanglar. Uning xotini kelgan edi. Sizlar Lu atrat boshlig'ining xudini bo'lamdilar. Adabsiz. Xonimi deyishni bilmagan. Bu qarqo'saq. Bilamsan? Bu kim, ha? Bu yoq degan Jon hokim bo'ladi. Can. Sizlar hokim bo'lamdilar. To'xtab turib. Hokim deyim. Men bu pulni qaytirib beray. Men bu pulni sizlarga in'om qilib berdim. Elinglar, ishlasanglar yo'lliq bu, ha? Eleveringlar. Men qaytirib beray. Elinglar, ha? Rahmat begim. Rahmat. Kirsizlar.
Kirsa. Ha, bo'ldi. Biz mush yerda lu otryad boshlig'ini saqlaylik. Dagay, tez bulun. Dada, ular seni qo'yib berdim ha? İş beceriş o'rnida geçip çıktın. Ha? Undaqda sen qayerga qochib ketsan? Qo'yin sen teyga chiqib ketma. Bandit bo'lamsan? Hey, ular bandit emas. Ular biz bilan o'xshash. Hammasi namrat jafokashlar. Ma'nodan hech qanday yo'li qolmaganda amalsizlikdan taqib chiqqanlar. Mandaqda. Bo'la. Tez Qo'y, qo'y. Tez qash. Bo'la. Dadamni sizga topshirdim. Xotirjam ketavering. Dada, xo'sh. Xo'sh, bo'ldi. Ketaver. Ket. Tez qash. Nereden çıkan ok avazı bu? Nereden mi tıkıtı da? Dada. Jinfeng. Kapirek! Şe! Sen tek mi kapıyı sen? Hey. Jinfeng. Yenilik kılma. Yürü. İşkiri girip sözleşelim. Tızlan. Voy. Hazır yenilik köş hareketi yolu koyulup, hamma adam baravar bo'lishini ta'kidlayotmamda. Turing. Tızlan. Turing. Tızlan. Turing. Ben seni tızlan dağıttım ben. Ulan bileyim, Can Hakim kepti, Can Davi keçip gitipti. Ayrım dememse. Can Davi keçipti, Can Hakim kepti. İşte ayrım dememse mandak. Hı? Yürü. Ulan begim avval hisobni qilib yetib mamamdilar. The trick is right. Ben degan hokimning puldari qizil turib, sendek bir kalendar budda ham askarga tekkan tursam. Sen tek tamoq qirib buzuqchilik qilib yuryotamsan. Rostlik gul tezak sanjilibdi. Ben işimi kömürüm, işimi anlamadım cuma. Oldu. Nevir sınlığını sarayga apırıp koy, aramasın. Et sərdi yana nayiga qaytıdığan gap. Ha? Bak o bezne. Sana. Yürü deymen. Yürü. O'rningizdan turing. Turing. O'ltiring. Texan. Siz to'limi qamlashmagan ish qilib qo'yibsiz. Hozir Noida yangi saylam o'tkazilish oldida turyapti. Yuzvaning xotini degan yapon bosqinchilari qarshi turg'uvchilarning oil tavasi. Bu ishni Noidagi Chin palata boshlig'i degan yilqi qeri ablah bilib qolsa, u chog'da bu o'rnimni saqlab qololmayman. Uning ustiga Chingdu o'lkasidagi ashu kichik gazetlarning muxbirlari bilsa, gazet chiqarib yutadi. U chog'da kallingizni saqlab qololmaysiz. Qaynota. Men xato qildim. Xatolingizni to'nigan bo'lsangiz bo'ldi. Endi yaxshi odam bo'ling. Hozir hammadan muhim masala Yuzvaning xotinining og'zini qandoq tuvoqlash. Maqsadimni tushundingizmi? Janoblari, yo'l yo'riq bagayla. Hay.
bu 2000 yuanni onunla yol xarajat qilishga bering. Yoki uning oxiratligiga ishlatsangiz-mi bo'ladi-ku? Tushundim. Shinosh! Shinocha! Shinosh! Aqtırınlar! Sen aviyen aqtır! Oğlunu kaya güçlüp koydum! Qimaqçılar. Nerede? O ne? Özüңla tutup ketken emasmi? Doklar, tapamı dok! Doklar, tapamı dok! O kayır kaç öyle tuttu? O ne gitti? Etti! Ben ketkinni, ben qandaq bilaman. Qo'yib et. Sizlar zotni nima qilmoqchi? Onu bu yak etme Allah! Buna! Ha! Vurun Allah! Sizlar buloqchilik qilmoqchimi? Meni qo'yib etinglar. Kör bakış! Urmanglar, sizlardan o'tinib qolay. Urmanglar. Urmanglar. O'tinib qolay, urmanglar. Başlayalım, bu bulamaya kaldı. Yürü Allah! Yürü Allah! Dada! 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 Etret başlığı. Sile kırıp uxlasılar, ha? Konularda er-xotinlarning so'qishi odatdagi ishdir. Yotqanga kirsalar, aplashib qolur, deydigan gap bor. Etret başlığı. Ko'ngillarida bir ish bormi, nima? Lan çokur, ben sen bilen kandak. Yaqin, albatta yaqinda. Bu 2000 koyunu yenini sep koy. 100 oğanın hotini udulkege yede, na uval boldi dep yurmusun. Etret başlığı, men odatda so'zimni o'ldirmaydigan odam tursam, men bu ishni Kim seni adam öldürsün dedi. Emse, meni nima ish qilsa oladilar? Ondan soğuk sekrep ölü bilişki mecburlusan boladı. Esilip ölü bilişki mecburlusan boladı. Özünü köydürüp ölü bilişki mecburlusan mı boladı? Hop. Men çoxum bu ishni obdan becirmem. Etret başlığı. 2 günden buyon tazı mijazim yo'q edi. Men hozir chin qarg'uning qashig'i berib lo'ng qo'ydiraman. Yerim kechidan o'tganda butun yeziklar uxlab bo'lganda, andin bu ishni bekirib o'tay. Maylimi? Evet degan. Cevabını kütümen. Hı. Hı. İkinci kesak vakti bo'ldi. İkinci kesak vakti bo'ldi. Kim? Men Tutunbegi. Van Begim, bu kecha nima ishlar batdi? Intayin muhim bir ish bor. Tez ishini yechim. Van Begim, qandaq ish bo'lsa, ati tong atqanda deysizlar. Voy tong atqanda desak ulgurmay qolamiz, singlim. Meni hergiz va'dat boshqa o'xshatmang. Ha? Odamlar har xil bo'lgan bilan uni juda yaxshi, yomonlari bor qarang, ha? Meni yuzva meni Van Begim deb aytamasmi? Ha, dedim, ishini yeching. To'xtasizlar. Ay, ishni taqat nima qiladilar? Voy, singlim. Odamga xato baho bergansiz. Hamma odam o'xshash olmaydi. Men sizga yordam qilib kasam. Mayga berib arsiq keldingizmi? Yuqoridagilar nimalarni dedi? Жаңа hokim haq amal barkan. U meni ketib turing.
cho'qim o'chingizni ep berman dedi. Kim sizni arz qiling dedi? Arz qilib asizmi? Men bilan maslahatlashib haqida ish emasmi? Bilamsiz, Lu atrat boshlig'i Jan hokimning kuyovli ekan. Men nahiyda anglagan. Van begim mening berib arz qilishimni sizlar o'zlari Nima deyapsiz? Sizning uyaga berib arz qilishingizni men zotli bilmaydigan tursam. Dema, shunaqa, ha? Ha, shunaqa ish emasmi mana? Qaraganda bu davoda yengilmaydigan o'xshaysiz. Yana balangizni ilib, uxanga berib, eringizni topsangiz bo'g'dik. Jan hokim o Jan hokim deb siz amaldorlarning gapiga ajabmi ishindikansiz, ha? Ha? men endi qaysi o'zim bilan erimning oldiga borman. Voy, nima gaplarni qilyapsiz? Hey, siz o'zingizni o'ylamasangiz-mi, bolangizni o'ylashingiz kerak-da. Bu pulni oz bo'lsin eling, yo'l xarajat qilasiz, ha? Hozirlan men mushu ketgancha ikkinchi qaytib kelman. Eling. Eling. Tutun begi. Tezden narsa kerakligingizni yig'ishtirib, men ma'lumsangiz, endi sizga yordam qila olmayman, Juma. Voy, bu eski kash, eski kiyimdan hep nima qiladigan-da? Nima qilasiz? Yukungizni eg'irtib, bo'lana desa, bo'lana. Voy begim! Çatakning cho'ngi chiqdi! Çatakning cho'ngi chiqdi! Voy begim! Nima vaqiraysa? Nima uraverdigan-da? Dina, nima ish bo'ldi? Voy begim, çatakning cho'ngi chiqdi! Shu nima chatoq? Atrat boshlig'i bilamda. Yo'qdimadim. Atrat boshlig'iga damdoq demamdoq. Sen hozirla g'arbiy uchun yurtdoshlar uyushmasini binosiga bor. Ha? Atrat boshlig'i tezdan daryo bo'yiga kelsin. Meni daryo bo'yiga allaqachon berib bo'ldi edi. Cho'qim shunaqa tajmo, unutib qolma, ha? Bora. Ha, bu ne? Lo'yin vazirining oyog'idagi iliqi soydan burpay keshin deb qoldi mana. Ha. Oo, gelin. Bu yerga 7-8 chaqirim kelamiki. Voy begim! Nima ish? Yana bir ko'ylak suzib oldim. Ha, bu yoq suni to'la. Ha, bamukka ilib suni to'la. Ha, agla. Ona. Şunun kiken. Bancım ya! Nerede süzü aldın? Üstünden yakıp geldi. Bang Çokor, ben sana ademgerçilik karız buldum. Ne? Ademgerçilik karız buldum. Hey, çıkın la! Qaytımız, çıkın la! Voy begim, yana birini suzib oldim. Qizchaq yotliq bo'lish oldida gul kashtlab kashtikidu. Uni kelgan odamning ko'ngli yayrab ketidi. Hargiz yoqtirmay qolmaydi. La. Chimroq aytma. Aytmayman. Men ba'zilarning nima o'ylayotganligini bilaman. Nima o'ylaydi? Shu qachon chag'am bo'la? Chag'am bo'lsa maktablar ta'til qo'yib beradi. Kichik akam qaytib keladi. Birsi uni eslayotdi deganlarni o'ylab qoldim. Men uni eslab nima qilaman? Yag'ash odam tursa. Ha? Yag'ash odamdansiz? Yotliq bo'lgandan keyin yag'ash odamning nimaligini bilasiz. Voy. Bugun ajab sirliq gap qilasiz-ku. Hech nimani tushunmadim.
Haqiqiy ayol bo'lganda andin tushunasiz. Hay, Yomey, siz osh kunning kelishini kutayotgansiz. Osh kun bo'lganda sanay bir chelnadi. Siz to'y taqdiravoniga chiqsiz. Voy, og'zingizni yirtib ham bo'lsam. To'xtang. To'xtamayman. Ha, o'ynanglar. Ertadan kechgacha o'ynashni bilgan. Yuzuvaning xotini Daryo o'zini tashlab ilyapti. Rasma? Ha, Menimcha cho'qim bu atraf boshliq qaslab o'ltirdi. Cho'qim. qalaymiqan gap qilma. Ballat qolsa. Qalaymiqan gap qilma, juma. Vangbege, bu qitim meni nemish qisag'li chaqirtdilik, ha? Lila o'shanni bilamsan. Ha? Lila o'shan mendan, ha? Mendan 2000 ko'y qarz oldi. Voy, Vangbegem, sizlar poet o'tmaydiganlar, ha? Lila o'shan degan bu kishini men ko'rmagan bo'lsam-mu, biroq tanqini anglagan. Hatto 3 yoshlik bolalarmi Lila o'shan bir mollaq assila, yanchug'i pulga to'lar degan gapni yodlab yuribotmamdi. Uning pulini jiqligidan hamma odamga yuqori o'simlik qarz berib yuribotsa, sizlardan pul qarz olama? Ey, Lila o'shan rostila mendan 2000 ko'y qarz oldi. Oy oxirida 4000 ko'y berdigan bo'ldi. Voy. İştengende ozgiliği tushib ketgandek ishibdi-da bu. O'zlari endi xeli pishtinib qoladigan bo'ptilar. Kimni pishqilib qoladi o? Men mush bir necha kundan beri o'ralab ketdim. Lila o'shan o'tgan qatim tamoq chaqirganda cho'qim tamoqqa bir narsa silvatdi. İçim surib, hojatxonaga to'lib yugurib, hech halim qolmadi. Endi o'ltasam yana keladi, endi o'ltasam yana keladi. O'ylamabdi men. Silmanni ziyon tortadigan chaqlari bo'ladi ekan, ha? Hanımcak, ey haramlık. Sen tulu aldırıp hoşuma gitme. Cuma, ha? Ben sana desem, benim açığım kegeyri, Lila o'shandan qarz söylep basam, ha? O mutamlik qilib, haqdaki pullarını, ha? Mening pulimga to'g'rilab qo'yayotirdi. Men uning aşı pullarını yig'man deb juramdi men. Shuning bilan uni bilan so'qishdim, ha? Men Lila o'shan, sen qarzini qaytarmay, o'tirdin, badin bo'lmoqchi bo'lyapsan. Nahali hukumatda ko'rishaylik dedim. Oy, ha? Sen bana men qilib beradigan ish. Sen askar xo'jamning qiyofasiga kirib, Lila o'shandan oldin paydo bo'lsan. Shuning bilan undan pul chiqar. biroq men sizlarning noylik hukumatning odam bo'lmasa, Ama sen de baqa. Nahali hukumatning odamlari qanday bo'ldi ekan? Hech qanday yeri bizdan ortiq emas. Baqa, bu ish osonmikan? oson emasligiga bir nima degil bo'lmaydi. Qani deslar, menga qancha pul beradilar? Sen soltak hadsiz pulni deydigansan bu. Ey, men qachonsida ziyonat qilib baqqan. Qiziq gap qiladiganlar. Sizlar bilan bilib olgan vaqtimni qaysi birida men ziyon tortmay baqqan? Deslar, qancha pul beradilar? 300 koy. Bo'ldi. Qaraganda bu sodada pichamiga gidakmiz. Haramliq, to'xta. Tandirchak. O haramliq, to'xta. Men texi ketmidi. Ne qaçatding? Ben seni bir nima qildimmi? Sodada pichamisak, odamgarchilik degan narsa bormi bizda? Ishlabam tutma. Aka, Asılımı axni bek tön dediler. söz koy. Menimcha bu sodada yanılıp pütüşkili bo'lmoqdek. Hanımcak. Men bilan bir ish qilsam, kechki pulli deydigansan bu, ha? Sen bana egensen, seni tarbiyalab qo'yman. Buning o'zingga foydasi bor, ha? Hanımcak. Ben seni bir tashkilotga kirgizib qo'yay, bo'lamdi. Tashkilotga? Silimin yana Bağuy tashkilotining aziz bo'l demaydiganlar. Hanımcak. Qulog'ingni dirmi tutib ana.
Kalaymakan yapılışın ruhsat yok. Canı çoğam! Canı çoğam 3000 adamni hata öldürdü ki bir adamni koyup demeydi o. Menin sana davatkanım Gomindang. Gomindang. Ey, meni nima ish qildisizlar, qilaverma. Qonchul berdilar, shuni desizlar. Boshqa gapni qo'yib. Hey, Sana çak qilayotganim yok. Hı? Bana qara. Ben Gomindang'a kirgan. Ben Gomindang kirib, nesiga ağa nasrim seninkidan xeyli jiq. Hı? Mening bu atrat başlığının tunuşturuşu bilen Gomindang kirganimga to'g'ri 8 yil bo'ldi. Tutunbegi bo'g'inimga 8 yil bo'ldi. Mushuni o'qishkire. Qandaq? Ben payda topmayman, ha? Bundan keyin sen Canı çoğamning buyrug'iga bo'ysunib, bu atrat başlığının gapini alam, ha? Men nima qildisam shuni qilsanglar, 3 kunga qolmay bu pristandan xo'jaks bo'lib qolasan. Wang begim. Bu ishlarni biz bir-birlab so'zlashaylik, ha? Gomindangga kirdigan ishni hozircha bir yoqqa qo'yib turaylik. Ha? Avval Liloshanning ishida bitishib olgandan keyin, ha? Andin bu ishlarni so'zlashaylik. Bu ishga sizlar zodi qancha pul beralaydilar? Shuni desizlar. Apangning qo'sig'idan pul deb tushibdi ekansan, ha? Bo'pti. Tez qo'y bersan beri. Bo'ldilar. Jiq desammi, baribir bermaydilar. Men ziyon tassammi, tatay. 1500 qo'y bersizlar. Nima? 1500. Hey, azroq nap beray deb qo'ysam, meni tilla to'kildigan daraxt ko'rib qoldingmi? Qizitmang o'rlab qoldimi, nima? Wang begim. Hey, ishni kesib qilaylik. Men biroz tushay. Men qo'y bersizlar. Ha? Buningda ikkimiz ziyon tatmaymiz juma. Men birini bir, ikkini ikki dedi odam. 600 qo'y beray. Men 3ni 3, 4ni 4 deydi odam. Men qo'y berdilar. Men qo'y. Bo'ldi qila. 600 qo'y beray dedim-ku. Bo'ldi 600. Ay voy. Shapamni tutma. Wang begim, men qo'y davotiman. Bo'ldi qilsin-chi. Qapib qalaman juma. 600 qo'y beray degandiga 600. Mening ochchig'im kelyapti-da. Men qo'y berdilar. Voy. Sana nim bo'lgandi, ha? Hey, ikkimiz mushundaq deyishadigan odamma, meni yaqindan buyon qo'lim sal qisqa bo'lib qoldi. Ha? Bo'ldi. 600 qo'y. Ay, sizlardan o'tinib qolay Wang begim. Bo'ldi. Men qo'y degandan keyin men qo'y bersizlar. 600 qo'y. Men qo'y. 600 qo'y. Bir tinni ortiq oladigan bo'lsa, qog'oz. Men qo'ydan bir tini kam oladigan bo'lsam qog'oz ketay. Sizlar nimdilar?人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云能黄昏。自古多见人变狗，现在想看狗变人。收捐，抓丁，开当铺，人民骂他是狗官。王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐，抓丁，开当铺，人民骂他是狗官。
人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云冷黄昏。自古多见人变狗，现在相看狗变人。